Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Baş ministerimiz Salih Xudoyor əpəndi yaqında NTD televiziyasının ziyaretini qəbul qildi. Xitoy İsrailiya Amerika münasibətlərində Amerikanın buyruq tushirib, besim işlətishiga bo'ysunmaslik to'g'risida nasihat qilgan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin baş ministeri Salih Xudoyor əpəndi yaqında NTD televiziyasının ziyaretini qəbul qilib, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının hazırkı zaman qulluqı to'g'risidagi dokladdi. Sharq Turkistonda olib berilayotgan irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur majburiy əmgəkining oldini olish qonuni va nimalarni qilish kerakligi, shundaqla Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini tanlash irodasi to'g'risida so'zladi. Tövəndə söhbətning təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin baş ministeri Salih Xudoyor əpəndi bilan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarda nima ishlarning yuz berayotganligi haqida suhbatlashamiz. Programmamizga qatnashganligingiz uchun ko'p rahmat Salih Xudoyor. Amerika yaqinda Uyg'ur majburiy əmgəkining oldini olish qonunini yo'lga qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi alayda doklad e'lon qilib, bu yerda insoniyatga qarshi jinoyatning ishlanayotganligini diqqatga oldi. Amaliyotda nimalarning yuz berayotganligini so'zlab beramsiz? Birleşken Devletler Teşkilatı hazırkı zaman kulluk şekli alayda dokladını e'lon qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarning majburiy əmgakka selinayotganligini, buning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini yorqin ko'rsatib berdi. 2014-yili Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda qayta tarbiyalash markazi deb atalgan amaliyotda insonlarni jazolaydigan jazo lagerlarini qurib, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni nishon qilgan xalq urushi boshlatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın dokladına qaraganda, Xitoy her yili 1.290.000 kişini jazo lagerlariga solab, yezigilik ve yasamchilik kasbi bo'yicha majburiy əmgakka saldi. Bu yerda uzundan beri kütülgen Kişilik hukuk komissari Mashal Bacheletning e'lon qilishi kerak bo'lgan yana bir doklad bor. Xi Jinpingning taklifi bilan u Sharq Turkistonni ziyorat qildi. Bu ziyoratdan e'lon qilinishi kerak bo'lgan dokladning qanday bir doklad bo'lishini umid qilasiz? Uzundan beri e'lon qilinishi kutilgan dokladning Amerika hukumati, Yevropa davlat parlamentleri, yaqinda Yevropa birligi parlamenti e'tirof qilgan Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Xalq Cumhuriyatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatiga markazlashishini umid qilaman. Qaraganda Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni yolg'iz atalmish Xinjiangda nishonlab qolmay, yana chet davlatlarda, hatto Amerikaga kelib parakanchilikka uchirdigan. Buningga oid nurg'un voqealar bor. Hatto Marco Rubio inson atkazchiligi dokladida buni alohida ko'rsatib o'tdi. Buningga aloqador nimalarni deysiz? Xitoy Kompartiyasi yolg'iz Uyg'urlarni emas, balki o'zining kontrol qilish doirasi ichidagi va chet eldagi Tibet, Falun Gong a'zolariga o'xshash farqli tushunchaga ega o'qituvchilarga parakanchilik soladi. Amerika hukumati va boshqa hukumatlarning Xitoyning o'qituvchilarni nishonlashi va parakanchilikka selish qilmishiga qarshi texnik kuchlik amaliy harakat qilinish orqali buningga xotima berishini umid qilaman. Jazo lagerlarida irqiy qirg'inchilik yuz beryotidi. Buni to'xtatish uchun Amerika va uning ittifoqdoshlari nima qilishi kerak? Amerika buni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining kun tartibiga elib kelishi, yerlik jazolash usulini qo'llanib, bu siyosatni planlab ro'yobga chiqargan Xi Jinping boshliq Xitoyning yuqori darajali kattashlarini jazolashi, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik va siyosiy munosabatni uzishi, yolg'iz Sharq Turkistonda ishlab chiqarilganlar emas, Xitoyda ishlangan barliq mahsulotlarning import qilinishini cheklashini talab qilamiz. Uyg'ur majburiy əmgakining oldini olish qonunining yo'lga qo'yilishi cho'ng bir qadam, ammo yetarli emas. Xitoy Tibetlar va Falun Gong a'zolarini majburiy əmgakka selish natijasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar Amerikaga kirgiziladi. Bu mahsulotlardan kelgan kirim Xitoy Kompartiyasining bu rayondagi xalqlarni kontrol qilish uchun ishlatiladi. Kelgusiga qaraydigan bo'lsak, agar Xitoy Kompartiyasi ag'dirilib, Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshash demokratik davlatlarga aylansa, Uyg'urlar Xitoyga qo'shilib ketishga bilet tashlamdi yoki mustaqil bo'lishni xohlamdi. Fakt shuki, Uyg'urlar tarixdan beri mustaqil Sharq Turkiston davlatida yashagan. Bo'libmi, hozirgi ahvoldan qaraganda diasporadagi va Sharq Turkistondagi mutlaq ko'p qism xalqimiz mustaqillik uchun bilet tashlaydi. Eng oxirida qo'shimcha qiladigan gaplaringiz bormi? Xalqaro jamiyat imkon qadar tez harakatga kelishi kerak. Chunki uzundan beri biz Xitoyga qarshi kuchli harakat qo'llanmay, uni kuchlantirib qo'ydik.
Halkılık mesele uni arqaga chekindirishdan iborat. İsrailiya Tashqi ishlar ministrligining yuqori darajalik amaldori Axios xabarlariga Xitoyning yuqori darajalik bir amaldorining Israiliyaning Amerikaning besimining Xitoy bilan Israiliyaning munosabatini ziyonga uchratishiga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirganligini aytdi. Xabarlarga qaraganda, Xitoy Kompartiyasining xalqaro ishlar bo'limining boshlig'i Liu Chenzhou Israiliyaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Eric bin Abba bilan ko'rishganda bu uchurni yetkazgan. Axios bu qarorni Beyjingning Amerika, Israiliya, Xitoy uch taraf munosabati to'g'risida bugunga qadar yetkazgan eng samimiy uchuri deb tasvirladi. Bu Xitoy bilan Israiliya munosabatining halqiliq sinoq nuqtasi. Liu Chenzhou Yahudilarning Xitoy xalqi bilan nurg'un o'rtoqligi bor. Bizning bir-birimizga azor berishimizning sababi yo'q. Agar Israiliya tashqi besim sababidan Xitoyga azor bersa, xato siyosat qarori chiqaradi degan. Dokladda aytilishicha, Liu Israiliyani Amerikaning Xitoyning atalmish Şinjangda irqiy qirg'inchilik olib berayotganligiga so'rab ketishdan saqlanishni talab qilgan. Bin Abba buningga javoban Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Falastinni qo'llaydigan bilatlari texmi yaxshi munosabat o'rnatishga foydasiz degan. Sharq Turkiston surgundi hukumati buningga Twitter hisobidan inkas qaytirib, Israiliya qiladigan va qilmaydigan ishlarini Xitoyning belgilashiga yo'l qo'ymasligi kerak. Biz Israiliyani Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib, ayblashga chaqiriq qilamiz dedi. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay-talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil qo'yib ko'rganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.